Assalomu alaykum aziz muxlislar. Matematikada milliy sertifikat tahlilimizni davom ettiramiz. Saralangan misollar tahlilini. Navbatdagi 8-misol quyidagicha ekan. Fx funksiya berilgan, jx teng fx funksiya ko'rinishda ekan. Jx ni 0 ga tenglab yechimini toping deyapti. Tenglamani yechish kerak. Jx teng 0 tenglamani yechish so'ralyapti. X so'ralgan demak. Ildizlari so'ralgan. Buni bunday qilaman. Fx teng. Buni sal soddalashtirsam x plus 6 ning kvadrati. Demak, plus 36 bo'ladigan bo'lsa, 6 ni ayiramiz buni. Topaman. Fx topaman. Funksiyaning ichiga funksiyani o'zini qo'yaman, e'tibor beringlar. Mana buni o'rniga o'zini qo'yaman. Mana x o'rniga o'zini olib kelib qo'ydim. Mana bu x o'rniga diqqat bilan qaranglar. Davomida plus 6 ham bor ekan. Ning kvadrati minus 6. Mana buni mana bu yerga qo'ydim, mana x o'rniga. Bu holda 6 lar ayrilib ketib x plus 6 ning 4-darajasi minus 6 bo'ladi. Endi fx topaman. Qaranglar mana. Mana buning o'rniga funksiyani olib kelib qo'yaman. Ya'ni bo'ladi bizda x plus 6 ning kvadrati. Mana bu x o'rniga mana bu umumiy olib kelib qo'yaman. Minus 6 mana o'rniga qo'ydim, plus 6. Demak, mana buni o'rniga buni qo'yamiz. U holda 4-daraja minus 6. Mana bunday bo'lyapti. Va natija mana bunday bo'ladi. Demak, mana bu ayrilib ketsa x plus 6 ni 8-darajasi minus 6 bo'ldi mana. Endi demak, bu yerda nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lyapti. 3 ta f bo'ldi. Esda qolish shu endi. 4-chisi bo'lganida xuddi shunday holat bo'ladi. Bu yerda x plus 6 ni 2 ga ko'payib boryapti, darajaga e'tibor beringlar. 16-darajasi minus 6 bo'ladi. Va oxirgisi f 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, buni ko'rinishi x plus 6 ni 32-chisi minus 6 bo'ladi. Mana. Shuni o'rniga tenglashtiraman. Bu holda 6 ni u tomonga o'tkazaman, 32-ildiz olaman va natijada mana bunday tenglama bo'ladi bizda. X birinchi, ikkinchi teng plus minus 32-ildiz ostida 6. Mana. U tomonga o'tkazib, 32-ildiz olib, 6 ni u tomonga o'tkazib qo'ydim. Mana ikkita ildiz bo'ladi tenglamada. Mana shunday holat bo'ladi. Endi bu yerda j minus 5 ni ham so'ragan ekan. Jx funksiyani ko'rinishi mana shu bo'ldi endi mana. Minus 5 dagi qiymat so'ralgan, minus 5 qo'yadigan bo'lsak, mana bu demak 1 ni 32-darajasi 1, 6 ni ayiradigan bo'lsak minus 5 degan javob kelib chiqadi. Buni topgandan keyin qolgan ma'lumotlarni ham topsa bo'ladi. Mana shuni o'zi bizda jx funksiyani ko'rinishi mana shunday bo'ldi mana. X plus 6 ni 32-darajasi minus 6 ko'rinishga kelar ekan. Demak, shuning bilan yakunlaymiz. Tushuntirishimiz e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.